Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz va aziz yurtdoshlarimiz. Biz Toshkentdan Moskva, Vladimir, Sankt-Peterburg yo'nalishlari bo'yicha qonuniy avtobus reyslarimiz yo'lga qo'yilgan. Bizda reyslarimiz har seshanba va juma kunlari amalga oshiriladi. Manzil esa Toshkent avtovokzali 2-etaj. Agarda siz bizning hamyonma biletlarimizdan xarid qilishingiz va qulay komfortda yetib olishni xohlasangiz, o'z manzilingizda hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va o'z joylaringizni band qiling. To'por Bakkonur tomonidan yo'lga qo'yilgan avtobuslarimizda siz uchun barcha qulay shart-sharoitlar yaratilgan. Masalan, ikkita mavsumga mos konditsionerlarimiz, qulay o'rindiqlarimiz, telefonlaringiz uchun quvvatlagichlarimiz mavjud. Hamda siz o'zingiz bilan 50 kilogrammdan 60 kilogrammgacha bo'lgan yuklarni bemalol olib kelish imkoniyatiga egasiz. Shoshiling, bizda biletlar soni cheklangan azizlar, tanlovda adashmang, o'z joylaringizni band qiling. Agarda sizda savollaringiz yoki murojaatlaringiz bo'lsa, bizning ijtimoiy tarmoqlardan Telegram, Instagram, YouTube, Facebook kabilariga yo'llashingiz mumkin. Biz albatta ularni o'qib chiqamiz, sizga javob qaytaramiz. Sog' bo'ling va o'z joylaringizni hoziroq band qiling.